qozonga mundaq jimish. Men doshqoynoqqa bek omuroq. Nanmu omuroq. Har qatim uni yegan chig'imda bir idiom esimga keladi. Haqiqatan bilimli ekansan. Tomoq yegandimi, idiomni esingga oladi ekansan. Albatta, qaysi idiomni esimga oladiganligimni tepib boqar. Bilmadim. Undaq qozonga mundaq cho'mish degan idiom. Qo'lingdagisi faqat tomoq etadigan qozon, ammo buningda so'zlandigani odam pishiradigan qozon. Nima degan qo'rqinchliq? Tez menga so'zlab bergina. Tang sulolasining podshohi Vuzutian elimiz tarixidagi birdan-bir ayol podshoh. U o'z hukmronligini saqlab qolish uchun qattiq jazo qo'llanib, 7 kishilarni yo'qotmoqchi bo'pti. Shu sababdan uning qo'l ostidagilar fursatdan foydalanib o'z raqiblariga bo'xton chaplabdi. Anglasam, Joshing bilan Joshinji birlashib, isyon ko'tarmoqchi bo'lib etibdi. Olilarga ma'lum bo'lg'ay. Meningcha, Joshingda bunchalik jur'at yo'q. Xalqning ichidagini bilgili bo'lmaydi. Bu ishni cho'qim aniqlashimiz kerak. Qulluq. Vazir, sizlarning Joshing bilan bodikaldalar qo'yuq. Bu ishni sizlarga topshirdim. Bir amal qilib, cho'qim aniqlab chiqsizlar. Bosh ustiga. Jo birodar, qani xo'sha. Xo'sha. Jo birodar, odatda hukumat ishi bilan aldirashli yurasiz. Bugun ikkimiz qong'ichi bir ichaylik. İki hasal herisi gülzarlıkta, uçmakta, solga, onga. Jo birodar, siz o'tirdingiz, qani ichib eting. Birodar, acaba ishki beshingiz turdi-ku, ha? Mas'ub qapsiz, jo birodar. Haras, yaqinda bir mushkul ishga yo'liqdim. Bu ishga biray yaxshi chora deb bergan bo'lsangiz bo'ladi, birodar. Qani danga, sizni qiynayotgan zodi qanday qisho, ha? O'zi mal qilma bo'ldi. Yaqindan buyon mahbuslarni so'roq qilsam, hamisha og'zini ochiramayapman. Sizningcha qanday amal ishlatsam bo'ladi? Bu oson-ku. Men yaqinda bir yangi chorni o'ylab topdim. Qozonning to'rt atrofiga lavlab kuyayotgan o'tinni tövlab, ondan makbusni qozonga tashlaysiz. Makbus har qancha yomon bo'lsa-mu, buningga bardosh berolmaydi. Men dal mushu gapingizni kutib jo birodar. Kelinglar, sirtdagi qozonni ep kirib, Jo begimning aytqini bo'yicha qozonni qizitinglar. Tez bo'linglar. Hozirla bijak keltiray. Jo birodar, deganingiz bo'yicha qozonni qizitdim. Obdari qarab beqing. To'g'ri, dalmi shundoq. Endi makbusni qozonga tashlasangiz bo'ladi. Jo birodar, biri sizni isyon ko'tarmoqchi deb ustingizdan arz qildi. Menda xon oliylarining sizni so'roq qilish to'g'risidagi farmoni bor. Yo'voshlik bilan iqror qilmasangiz, sizni mush qozonga tashlamoqdan boshqa chora yo'q. Men gunohkor, men o'limga mahkum, menga rahim qiling. Menga rahim qiling. Onda qozonga mundaq cho'mish degan bu idiom o'z usuli bilan o'zini boqlashga tafsir qilingan bo'lib, zaharni zahar bilan qaytarish deb ma'nolanadi.